menga yaqinlashdi. Nafasi yelkama-yelkamda sezildi. Uning lablari peshonamga tegdi, keyin yuzimga. Nihoyat lablarimiz birlashdi. Bu men uchun yangi, ammo shunchalik mehrli, ehtirosli edi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, mehr bilan to'lib turgan ehtirosli hikoyalar kanaliga xush kelibsiz. Bugun siz bilan yana yuraklarni larzaga soladigan, qalbni junbushga keltiradigan bir ehtirosli va romantik voqeani birga his qilamiz. Agar siz ham muhabbat, sog'inch va yurakni titratadigan hikoyalarni sevuvchi bo'lsangiz, bu kanal aynan siz uchun. Obuna bo'lishni, like bosishni va izoh qoldirishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Har yoz odatdagidek hamma narsa tinch, havo issiq va osmon musaffo bo'ladi. Ammo o'sha yoz hayotimdagi eng katta o'zgarishlarga sabab bo'lgan edi. Qo'shnimiz Saodat opa va uning oilasi doim bizning oilamiz bilan yaqin bo'lgan. Ularning o'g'li Jahongir mendan 3 yosh katta. Bolaligimizdan birga o'ynaganmiz, lekin so'nggi yillarda u menga boshqacha ko'z bilan qaray boshladi. Balki men ham. Men o'sha paytda endigina 19 yoshda edim. Yozgi ta'til uchun institutdan uyga qaytgandim. Kunlar bir-biriga o'xshab ketardi, to o'sha oqshomgacha. Kechqurun havo salqin bo'lib, yulduzlar charaqlab turardi. Dala hovlimizda choy ichib o'tirganimda, orqa tomondan tanish ovoz eshitildi. Kechqurun ham yolg'iz o'tirgansana, Malika. Bu Jahongir edi. U har doimgidek qahqaha otib kuldi, lekin nigohi avvalgidek begubor emas edi. Men jilmaydim, lekin yuragimda bir galati his uyg'ondi. U yonimga o'tirdi. Anchadan beri birga o'tirmagandik. U endi yigit bo'lib qolgan, yuzi biroz qoraygan, yelkalari kengaygan, sochlari o'ziga yarashib turardi. Hali ham institutdami? Deb so'radi u. Men boshimni qimirlatdim. Ha, 2-kursga o'tdim. Senchi hali Toshkentdami ishlayapsan? U bosh irgadi. Suhbatimiz oson kechdi, kulishdik, eslardik bo'ldik bolalikdagi damlarni. Keyin u birdan jim bo'lib qoldi. Menga tikilib qaradi, ko'zlari chuqur, bir oz qizargan. Yuragim tez ura boshladi. Bilasanmi, Malika, dedi u ohangdor ovozda. Men seni ko'p yillardan beri boshqacha his qilaman. Avvaliga bu shunchaki bolalik mehridir deb o'yladim. Lekin sen ulg'ayganing sari, sening ko'zlaring, sening jilmayishing meni o'ziga tortdi. Men yuragimni bosolmasdim, so'z topolmadim. Ammo ko'zlarim unga hammasini aytib bo'lgandi. U asta qo'limni ushladi. Qo'llari issiq, kuchli, lekin mehrli edi. Men qarshilik ko'rsatmadi. Bu men kutgan, ichimda orzu qilgan lahza edi. Qo'rqyapsanmi? Deb so'radi u asta. Men bosh chayqadim. Yo'q, qo'rqmasdim. Faqat bu tuyg'u juda kuchli edi, yuragim titrardi. Jahongir asta qo'limdan tortib o'rnidan turdi. Meni uyimiz orqasidagi uzumzor bo'ylab olib bordi. O'sha yerda salqin soyabon tagida birga o'tirdik. Yomg'ir hidi bor edi havoda, go'yoki tabiat ham ushbu tunni o'ziga xos holatda yaratgandi. U menga yaqinlashdi. Nafasi yelkama-yelkamda sezildi. Uning lablari peshonamga tegdi, keyin yuzimga. Nihoyat lablarimiz birlashdi. Bu men uchun yangi, ammo shunchalik mehrli, ehtirosli edi. Nafaqat tana, balki yurak ham bu o'zgarishni his qilgandi. Ko'zimni yumdim. U meni bagriga oldi. Bu bagir haroratli, himoyalovchi, mehrli edi. Unga suyanar ekanman, butun dunyo jim bo'lgandek tuyuldi. O'sha tun yuragimda abadiy muhr bo'lib qoldi. Biz oramizdagi hissiyotlarga bo'ysundik. U meni ohangdor so'zlar bilan ovutdi, mehr ko'rsatdi, ehtiros bilan opdi. Lekin u har doim hurmat saqladi. Bu nafaqat jismiy, balki ruhiy yaqinlik edi. Ertasi kuni tongda uyg'onib, hanuz lablarimda uning izlarini sezdim. Ko'nglimda esa iliqlik, ishonch va bir oz ajablanish. Biz o'sha kundan so'ng ko'proq uchrashadigan bo'ldik. Har safar u meni ko'rganida ko'zlarida ishonch, muhabbat va ehtiros chaqnardi. Men ham asta-sekin o'z yuragimdagi tuyg'ularni tan olishni o'rgandim. Men senga uylanishni istayman, Malika, dedi u bir kuni sochlarimni silab. Sen men uchun birinchi va yagona ayolsan. Yuragim erib ketdi. Bu so'zlarni eshitishni orzu qilardim. Chunki u meni tanam bilangina emas, yuragim, qalbim bilan sevgan edi. Bugun biz turmush qurganmiz. Har gal o'sha yozgi tunni eslasam, yana yuragimda olov chaqnaydi.
Chunki bu nafaqat birinchi kecham, balki birinchi muhabbatim edi. Shunday qilib, bugungi hikoyamiz ham nihoyasiga yetdi. Agar yuragingizda bir titroq paydo bo'lgan bo'lsa, demak bu hikoya sizga begona emas. Rahmat azizlar, har bir so'zni yurak bilan tinglaganingiz uchun. Har doim biz bilan qoling, oldinda sizni bundan ham ehtirosli, bundan ham mehrli hikoyalar kutmoqda. Kanalga obuna bo'lishni, like bosishni va fikrlaringizni izohlarda yozishni unutmang. Sizning har bir izohingiz bizga ilhom beradi. Qayta uchrashguncha, yuragingizda muhabbat, hayotingizda esa ehtiros sonmasin.